750 ming so'mdan qo'yni ko'rganmisizlar? Zohid akamizda bor ekan, mana. Mana 2 million 750 ming. Mana bolasi 2 million 750 ming so'mdan. Shunda aka, ona bola 5,5 milliondan tushyaptimi? Shunaqa. Endi hozir bitta narsani so'rab ketadi videoni boshida. Alohida onasini shu narxga berasizmi? Yo'q, bir joyga ona bola hisobiga olsa 2 million 750 mingdan donasiga. Bolasi 2 million 750, onasi 2 million 750 ming. Bolasi ham ancha arzon-ku. Bir-biridan ajratib sotmaymiz. Mayli, xalq mazza qilsin, barakat topsin. Gap yo'q. Akalar mana ko'rib turibsizlar, o'zi son 16 boshmidi? 16 ta. 16 ta qo'yga akalar 16 ta qo'zi. Ko'rib turganlaringizda qo'zlar ancha katta-katta, yirik bo'lib qolgan. Bozorda 3 million berilayotgan qo'zlarni akalar 2 million 750 ming so'mdan onasiga, 2 million 750 ming so'mdan bolasiga akalar. Oho, qo'chqorcha ekan. Endi aka mana ko'rdik, yomon emas, haqiqatan sifat. Buni narxi ham 5,5 milliondan dedik. Dastavkasini nima qildik endi? Dastavkasini mana Suhrobjon talash tortishmay sotishda ayting dedingiz, mana 5,5 ni olib ketishsin. 5,5 dan. 5,5 ni. Bunday qilaylik aka, 5,5 sal nima bo'lyapti-da. 5,5 dan mayli nima qildik? Olib ketishsin emas, olib borib beraman dek. Dastavkasini kelishamiz, yo'liga qarab. Yo'q, unday emas aka. Bunday qiling, Toshkentgacha dastavka, bitta narsa aytib keting. Toshkentgacha dastavka ber, bo'lam? Bitta joyga olishsa tamom. Gap yo'q, mana. Dastavka akalar Toshkentgacha bo'ldi. Bir qo'lga olaman degan akalarimiz uchun 16 tani, xudo xolos Toshkentgacha ketadi. Ko'ryapsizlar, qo'ylarimiz sal qisilib qoldi, hozir yurg'izib ham ko'rsatamiz. Bugun akalar 27-mart sanasi bilan sizlarga mana shunaqa sifatli ona bola qo'ylarni ko'rsatyapmiz. Like bosib, obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Hammamizning xonadonimizga akalar mana shunaqa arzon, sifatli, barakali qo'ylardan minglab bo'lsin. Yaylovlarni ham bir olib ko'rsatib, mana obunachilarga mana holatlarni, mana joylarni. Gap yo'q, hammamizga nasib qilsin akalar.